Registon maydoniga va Samarqandning ko'p joyiga ko'p bor tashrif buyurganman. Ha, yaxshi. Ammo bugungisi juda ham o'zgacha va taassurotlarga boy Kelin-kuyov Registonga keldi. hamda Aynan ketyapsiz. taassurotlarga boy bo'ldi. Xo'p, bugungisi boshqacha bo'ldi hamda kunduz kuni Ishlamaysiz? kunduzi ko'rinishda obzor qilib chiqdik. Yana biroz gapirish qiyin bo'lyapti. Nimadir vaqti kelib bizda ham til kelishib sizlarga yanada yaxshiroq va yaxshi sharhlangan videolar joylash ham nasib qilib qoladi. Hozircha shunga ko'nib turasizlar. Uncha eplab gapira olmayotgan bo'lsak ham Biz yangi yosh avlod chiqayotgan blogerlar.